Assalomu alaykum. Pinablaridan uyqulaman, umr qilaman deganlar uchun bugun pinabloglarimizni ko'rsatamiz. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Bu qurigan tax pinabloglarimiz. Hozir Qashqadaryo, Chiroqchi, Yakkabog', Sharsabz, Kitob, Qashqadaryo bo'ylab kelishilgan holda dastlabki qilib beramiz. Hozir shu holatda ham dastlabkamiz bor. Mana o'sha aholining holatini ko'rishlaringiz mumkin. Burchaklarini. Hozir bu yerda yigitlarimiz ishlashyapti. Hozir gips chiqarishyapti. Bu gipsimiz Buxoro, Kogondan keladi. Yaxshi gips, sorti yaxshi gipsdi. Mana hozir bu yangi chiqqan pinabloglarimiz. Holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana yaxshigina holda. Sizlarga hozir yana qolgan ma'lumotlarni ham yetkazaman. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda latoklarimiz hammasi qurigan, yaroqli, terishga yaroqli. Bu tomonda hali nam bularimiz, tombalarimiz bu tomonda mana qurganlari bor. Bularni tez quritish uchun o'sha tepaga qo'yganmiz. Ham shamol aylanadi, ham quyosh 12 soat tushadi. Shuni hisobiga tez quriydi. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Zakaz qilishlaringiz mumkin. Oilasi uyda, o'zi Rossiyada yurgan akalarimiz ham ko'p telefon qilishadi. Akalarimizga ham olib beryapmiz. Uzoq manzillar bo'lsa ham kelishilgan holda olib beramiz. Dastlabkasi bor. Olingan g'ishtni dastlabkasi ichida qilib beramiz. Siz faqat g'ishtning tan narxini to'laysiz, bo'ldi. Dastlabkasini o'zimiz qilib beramiz. Rossiyadan telefon qilib, oilam uyda, o'zim Rossiyadaman, oilada erkak kishi yo'q hozirda. Shuni yetkazib bera olasizmi deganlar uchun ularga ham yetkazib beryapmiz. Iloji boricha ular faqat tushirishga odam topishsa bo'ldi. Agar topisha olmagan holat bo'lsa ham o'zimiz yetkazib beryapmiz. O'zimiz bolalarimizni olib borib tushirib beryapmiz, kelishib. Zakaz qilishlaringiz mumkin. Mana bu xudo xolasa bu bugun yangi chiqqan pinabloglarimiz. Bu tomonlar ancha oldingi. Bularimiz o'zi qurib qolgan, hammasi olinadigan darajada. Mana bu tomonda uylarimizning oldida ham bor, anchagina. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz 97 587 30 40.